Mag'lub ham yo'q, gap ham yo'q. Shuhratbek bu Andijon klubining fidoi matbuot kotibi yig'layapti. Hali yig'lashga erta. Quvonch yoshlariga ham aylanib ketishi mumkin, bilib bo'lmaydi-yu. Ha, o'zi bular ikkalasi penaltilar seriyasida chiqqandi-da, yarim finalda. Va u penaltilar seriyasida ham drama bo'lgandi, ikkalasi ham yutqazib turib yutib olishgan edi. Hozir ham shunaqa bo'lishi mumkin. Toyirov ichkariga pas, xavotir olmanglar deyapti Said Azamat. Va burchak zarbasi oxirgi sekundlarda. Qoyil qolyapman-da, Andijon misol uchun hech ham o'zini outsayerdek his qilmayapti bugun. Yo'q, bugun qo'rqib g'alabaga o'ynayapti. Va bu uchrashuvda mag'rur nima bo'lishidan qat'iy nazar Andijon yutgan bo'ladi. Kulminatsiya. Bahor bu tarkibi bilan 2-2 oxiri penaltilar seriyasi. Mana yetib keldik. Oxirgi vaziyat. Yurak uzatma, to'g'ri. Zarba. Gol! Dahshat! Yo'q, boshqa bunaqa final qaytarilmaydi. Andijon Time'ning qo'rqinchli seriyasi do'stlar. Yo'q, to'xtang, tomdan tashlamang o'zingizni. Bo'ldi. Orif ushlab qoldi. Vau! 3-1 emas, 3-2. Navbahor urma